Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Hozirda bir mebel bozoriga kelganmiz. Ko'rib baho berasizlar hozir. Qayta ifodamdagi termomiz bu. Atchitkali. Mexanizmlari pol yaxshidan, davodchikli. Bitta joyiga ahamiyat berib qo'yasizlar. Ichlari materiallardan tortib qo'yganmiz, chiroyli qilib ziraklar qirmaydi. Bu servantimiz 2,5 ga balandligi 2,20. Bu shkafimiz. Shkaflarimizni kashmirga qora qilib ishlab berganmiz. Spandisini ham ko'rsatib qo'yasiz. Spandisi bu bo'ladi. Svetliklari bor, 3 xil svetlar yonadi, soatlari bor. Bu komplektimizning narxi 11,5 million so'm. Bo'ladigan narxi. Endi bu fasonga keladigan bo'lsak, krashinlikdan kraskalar, servantimiz bu. Termomiz bu, shkaflarimiz bu. Bu oshmoqlar yaxshidan, davodchiklikdan. Bu sekin tortib oladi. Bunimiz narxi 10 million so'm qilib beramiz buni. Bo'ladigan narxi. Ko'rib ko'rsatib qo'yasiz. Bitta keyin. Shkafi bu. Bu ham krashini endi. Ishlari chuqur yaxshilar. Ha, polkali, oshmoqlar davodchikli. Bularimiz ham sevitlari 3 marali hammasi. Panda fason deyiladi. Termosini ko'rsatib qo'yasiz. Termosi. Buni